yana bitta gapda do'stlar. Qarang, ko'plar negativ ham yozyapti. Ana qarzlardan qutulish, bankrotlik to'g'risida video olgan edim-ku. Shunaqa qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Agar qarang, bu qonun hech qachon bekor qilinmagan. U ishlaydi. Qachon ishlaydi bilasizlarmi? Agar biz harakat qilib turib buni ishlatishga majbur qilsak ishlaydi. Agar biz majbur qilmasdan o'tirib, hech narsa bo'lmasa ekan deb o'tiraveradigan bo'lsak, hech qachon ishlamaydi. Qonun chiqariladi. U qonun chiqarilganda imkoniyatda bu bizga. Biz bundan foydalanishimiz kerak. Agar kimdir qarshilik qilayotgan bo'lsa, qonuniy umusidan shikoyat qilishimiz kerak. Ko'rib chiqishimiz kerak. O'sha sud qabul qilmayotgan bo'lsa, nima uchun qabul qilmayapti? Qanaqa kamchiliklari bor? Oxirigacha kurashadigan bo'lsak, biz mexanizm ishlata olamiz. Bo'lmasa biz mexanizmni ishlata olmaymiz. Biz uchun chiqarilgan, biz prosta tomosha qilib o'tiraveramiz. Ertak ekan. Ertak desa ertak bo'laveradi. Demak, harakat qilish kerak.